Yangilik yozgi ko'chma oshxonalar endi o'zimizda bo'ladi. Buni zo'r tomoni do'stlar, tepasidan yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, bitta ochasiz, shunday holatda bitta qatirib qo'ysangiz tayyor bo'ladi. Tepasida mana shunaqa shashlik ham pishirsangiz bo'laveradi. Undan tashqari do'stlar, steak bilan bemalol pishirsangiz bo'lar ekan. Tagiga idish tovog'ini qo'yasiz, balki o'tinni qo'yasiz. Undan tashqari har xil litrda tushadigan o'choq qozonlarimiz bo'ladi. Ya'ni tutuni ham mana shu orqasidan chiqib ketadigan bo'ladi. Tagida kullonlarigacha bo'ladi. Yo menga kattaroq kerak desalaring do'stlar, mana ya'ni so'zi, piyoz so'rg'iydiganigacha bo'ladi. Bunisi ya'ni kattaroq bo'ladi. Xolasangiz do'stlar, meni navesim bor, ko'chman lekin mana shunaqa letniy oshxona kerak desangiz, navesi borlar ham bo'ladi. Eng arzon narxi, ya'ni oddiy holatdagi 1 million 400 ming so'mdan boshlansa, menga polni komplekti kerak desalar, bir pagona metrining narxi do'stlar 1 million 800 ming so'mdan boshlab 2,5 million so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida Vodiy, Toshkent, Samarqand bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul. Undan tashqari mana shunaqa do'stlar, Turetskiy, ya'ni bochkali 3 tali stollarimiz bo'ladi. Narxi 800 ming so'mdan boshlab 2 tali 3 tali narxi 1 million so'm bo'ladi. Undan tashqari Turetskiy stollarimiz bor. 6 tali narxi do'stlar, ya'ni 2 million 700 ming so'm bo'lsa, har xil qozon tushadigan 6 tali mana shunaqa yuradigan, ya'ni o'choq qozonlarimiz bo'ladi. O'chog'imiz o'zining narxi 1 million so'm bo'ladi. Kraskalari 1200 gradusgacha isitadigan maxsus kraskalar bo'ladi. Isabella fasonlarimiz bo'ladi. 6 tali narxi do'stlar, eng arzoni 5 million so'mdan 5 million so'mdan boshlab uyog'iga ketaveradi. Ratankachiliklarimiz narxi 1 million 800 ming so'm bo'lsa, dekolarimiz narxi eng arzoni 1 million 800 dan boshlanadi. Zakaz berish uchun akalarimiz o'minglar pastda turibdi.